Salom, meni kuchli matematiklarim, salomatmisiz? Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan nihoyatda xursandman. Demak, sizlarga har doimgidek aytib o'taman. Kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, like bosing, kommentariy yozing va tanishlarga yuborib qo'yasiz degan umiddaman. Chunki kanalimizni 11 mingta odam kuzatib boryapti, lekin ishtirokchilar, obunachilar soni bor yo'g'i mingtagina xolos. Shuning uchun bizni videolarimiz sizlarga foyda keltirayotgan bo'lsa, vazifalarni biz bilan bajarayotgan bo'lsangiz, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolaman. Va Instagram kanalimizga ham albatta obuna bo'ling. U yerda biz farzand tarbiyasi, sog'lom oila qurish hamda travmalarsiz yashash haqida birga gaplashamiz. Demak, aziz bolajonlar, ishni uyga vazifa deb yozib olishdan boshlaymiz. Sizni daftaringizda oxirgi ishlagan misolingizdan so'ng ikki katak tashlab, o'rtaga uyga vazifa deb yozib olasiz va nomer 10-raqamni daftar chetidan ikki katak yoki ikki barmoq tashlab, nomer 10 deb yozasiz va quyidagi misollarni ko'chirib olasiz. Misollarimiz 6 ta misol berilgan. Biz hozir doskamizga 4 ta sig'di. Bundan keyin yana ikkitasini ishlaymiz birgalikda. Bu yerda bo'lishni burchakli usul bilan bajaring hamda ko'paytirish amali bilan misolni tekshiring deyilgan. Demak, birinchi misolni yechishni boshlaymiz. Birinchi misol 504 ni 9 ga chiziqli, burchakli yoki ustun shaklda ishlashni boshlayapman. 504 ni 9 ga bo'laman. Mana burchak chizib oldim. Bu burchakka 9 ni yozaman, bu burchakka esa javoblarni yozaman. Xo'p, qarang. 5 bu bir xonali son bo'lganligi uchun bunda ham bir xonali sonni qaraymiz. Bir xonali sonimiz 9 dan kichik bo'lganligi uchun, demak, mana bu ikkala xonani olamiz. Xo'p, 50 ni ichida 9 dan nechta? Ya'ni 9 ni nechaga ko'paytirsak 50 ga yaqin son bo'ladi. Xo'p, agar 9 ni 6 ga ko'paytirganimizda edi, 54 bo'lar edi. To'g'rimi? Demak, 54 dan kichkina bo'lganligi sababidan 9 kara 6 emas, 9 kara 5 derkanmiz. Demak, 5 ni javob qilib olyapman. 9 kara 5 imiz 45, 50 dan 45 ni ayirayapman. 5 qoladi. Endi mana bu 4 ni tushiraman 5 ni oldiga. 54 ni 9 ga bo'lsak, ya'ni 9 kara necha 54 bo'ladi. Hozir aytib o'tdik. 9 kara 6 54 bo'ladi. Mana bu joyga 6 ni qo'yamiz. Va 6 kara 9 54. Mana ayirsak 0 bo'ladi. Endi agarda biz misolni to'g'ri ishlagan bo'lsak, mana bu burchaklarda yozilgan bo'luvchi hamda bo'linmani bir-biriga ko'paytirsak, bo'linuvchi hosil bo'lishi kerak. Ya'ni 9 ga 56 ni ko'paytirsak, 504 hosil bo'lishi kerak. Shundagina biz misolni to'g'ri ishlagan bo'lamiz. Demak, 56 ni 9 ga ustun shaklda ko'paytiryapman. 56 ko'paytiraman 9 ga. 6 kara 9 54, 4 ni yozamiz, 5i dilda. 9 kara 5 45, dildagi 5 bilan 50. Mana javob 504 chiqdi. Demak, biz misolni to'g'ri ishlabmiz. Bo'lsak 56 ekan. Mana javobni mana bu joyga yozyapman. Xo'p, keyingi misol 2982 ni 7 ga bo'lamiz. 2982 ni 7 ga bo'lamiz. Xo'p, bu yerda bir xonali son bo'lgani uchun bu yerdagi bir xonali songa qarayman. Agarda bu 7 ga bo'linmasa, ya'ni 7 dan kichik son bo'lsa, ikkala xonani olamiz, to'g'rimi? 29 ni olyapman. 29 ni ichida 7 dan nechta? 29 ni ichida 7 dan. Xo'p, 7 karani aytishni boshlaymiz. 7 kara 1 7, 7 kara 2 14, 7 kara 3 21, 7 kara 4 28. Agar 7 kara 5 bo'lsa 35 ga o'tib ketamiz. 29 dan katta son chiqadi. Demak, 7 kara 4 ni olar ekanmiz. 7 kara 4 28 bo'ladi. 29 dan 28 ni ayiramiz. 1 qoladi. 1 ni oldiga mana bu 8 ni tushiramiz. Mana 18. 18 ni ichida 7 dan nechta? 3 ta desak bo'ladimi? 3 kara 7 21. 18 dan ortib ketadi. Demak, 2 ta ekan. 2 kara 7 14. Ayirsak 4 qolyapti. Endi yoniga 2 ni tushiramiz. Xo'p, 42 ni ichida 7 dan nechta? Ya'ni 7 ni nechaga ko'paytirsak 42 hosil bo'ladi. 7 ni 6 ga ko'paytirsak 42 hosil bo'ladi. Mana 6 ni yozyapman. 6 kara 7 42. 42 dan 42 ni ayirsak 0. Xo'p, endi 426 ni biz 7 ga ko'paytirib ko'ramiz. Agar 426 ni 7 ga ko'paytirsak,
javob 2982 chiqsa, demak biz misolni to'g'ri ishlagan bo'lamiz. 6 kara 7 42, ikkisini yozamiz, to'ri dilda. 7 kara 2 14, dildagi 4 bilan 18. 8 ni yozamiz, biri dilda. 7 kara 4 28, dildagi 1 bilan 29. Mana misolimiz to'g'ri ishlanibdi, 2982. Demak, javob to'g'ri ishlangan 426 ekan. Mana bu joyga yozamiz. Xo'p, keyingi misolimiz 261 ni 3 ga bo'lib olamiz. Xo'p, 26 ni olyapman. 26 ni 3 ga bo'lamiz. Ya'ni 26 ni ichida 3 dan nechta? 7 kara 3 21 ligini bilamiz. Demak, 21 dan katta son 8 kara 3 24. Agar 9 kara 3 bo'lsa 27 bo'lib qoladi. 26 dan katta son bo'lib ketadi. Demak, 8 ni olar ekanmiz. 8 kara 3 24 da 26 dan 24 ni ayirsak 2 qoladi. 1 ni tushirsam 21 bo'ladi. 21 ni ichida 3 dan nechta? Ya'ni 3 ni nechaga ko'paytirsam 21 chiqadi. 7 ga ko'paytirsam, to'g'rimi? Mana 7 kara 3 21. 21 dan 21 ni ayirsak 0. Endi 87 ni nechaga ko'paytiramiz? 3 ga, barakalla, ko'paytiramiz. 3 kara 7 21, birini yozamiz, ikkisi dilda. 3 kara 8 24, dildagi 2 bilan 26. 261 bo'ldi. Xo'p, demak javobimiz to'g'ri ekan. Demak, 87 to'g'ri javobligi uchun mana bu joyga yozamiz va ko'paytirish bilan tekshirdik. Mana bo'luvchi bilan bo'linmani bir-biriga ko'paytirsak, bo'linuvchi hosil bo'lishi kerak. Mana bo'luvchi hamda bo'linmani bir-biriga ko'paytirsak, bo'linuvchi hosil bo'ldi. Endi 3084 ni 6 ga bo'laman. Xo'p, 30 ni ichida 6 dan 5 ta bor. 5 kara 6 30. 30 dan 30 ni ayirsak 0. 8 ni tushiraman. 8 ni ichida 6 dan 1 donagina. 1 kara 6 6. 8 dan 6 ni ayirsam 2. Endi 4 ni tushiraman. 24 ni 6 ga bo'lsak, ya'ni 6 ni nechaga ko'paytirsak 24 chiqadi. 4 ga ko'paytirsak, demak, mana bu joyga 4 ni yozaman. 4 kara 6 24. Mana ayirsak 0. Endi qarang, 514 chiqdi. 514 agar 6 ga ko'paytirsak 3084 chiqsa, demak biz misolni to'g'ri ishlagan bo'lamiz. 514 ko'paytiramiz 6 ga. Xo'p, 4 kara 6 24, 4 ni yozamiz, ikkisi dilda. 6 kara 1 6, dildagi 2 bilan 8. 6 kara 5 esa 30. Mana 3084 chiqdi. Demak, biz misolni to'g'ri ishlaganmiz va mana bu joyga bemalol 514 ni yozishimiz mumkin. Eslatib o'taman, YouTube kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani albatta bosib qo'ying va kommentariy yozing, like bosing, tanishlarga yuborib qo'yamiz va men keyingi misollarga o'taman. Keyingi misolimiz 272 ni 8 ga bo'lamiz. Yozyapman, 272 bo'lamiz 8 ga. Xo'p, 27 ni oldim. 27 ni ichida 8 dan nechta? 2 ta desak 16 bo'ladi. 2 kara 8 27 dan ancha kichik son. 3 ta desak 3 kara 8 24, demak 27 dan kichkina. Agar 4 ta olsak 32 ga ortib ketadi. Demak 3 ta olar ekanmiz. 3 kara 8 24. 27 dan 24 ni ayirsak 3 qoldiq bo'ladi va 2 yoniga tushadi. 32 ni ichida 8 dan nechta? Ya'ni 32 ni 8 ga bo'lsak necha? Yoki 8 ni necha ko'paytirsak 32 chiqadi. 8 ni 4 ga ko'paytirsak, 32 chiqadi. 32 dan 32 ni ayirsak 0. Keling endi 34 ni 8 ga ko'paytirib ko'raman. 8 kara 4 32, ikkisini yozamiz, 3 dilda. 8 kara 3 24, dildagi 3 bilan 27. Mana javob 272 chiqdi. Demak, biz misolni to'g'ri ishlaganmiz. Javob 34. Keyingisi 139302 ni bo'lamiz 9 ga. Xo'p, 13 ni ichida 9 dan nechta? Bitta deb olamiz, chunki 2 ta desak 18, 13 dan katta raqam chiqib ketadi. 1 kara 9 9, 13 dan 9 ni ayiramiz. 13 dan 9 ni ayirsak 4. 4 ni oldiga 9 tushadi. 49 ni ichida 9 dan nechta? Keling, kara jadvalini aytishni boshlaymiz. 9 kara 2 18, 9 kara 3 27, 9 kara 4 36, 9 kara 5 45, 9 kara 6 desak ortib ketadi 49 dan, demak 9 kara 5 ekan.
5 kere 9 45. Ha, aytgancha 49 dan 45 ni aytsak to'g'ri qoldik. Instagram kanalimda 9 ga ko'paytirishning oson usulini o'rgatganman. Bemalol kirib, kanalga albatta obuna bo'ling, like bosing va 9 ga ko'paytirishning oson usulini o'rganib oling. 49 dan 45 ni aytsak to'g'ri qoldik. Qoldi, endi 3 ni tushiryapman. Xo'p, 43 ning ichida 9 dan nechta? 5 ta desak 45. 43 dan ortib ketyapti. Demak, 4 ta ekan, ha? 4 kere 9 36. Xo'p, 3 dan 6 ni ayirib bo'lmaydi. Bir qarz olyapman. 13 dan 6 ni ayirsak 7. Mana bu joyda 3 qoldi. 3 dan 3 ni ayirsak 0 yozmaymiz. Endi 0 ni tushiramiz. 70 ning ichida 9 dan nechta? Xo'p, 9 kere 6 necha edi? 54. 9 kere 7 63. 9 kere 8 esa demak 72. Bundan ortib ketadi. Demak 9 kere 7 ni olar ekanmiz. 63. 0 dan 3 ni ayirib bo'lmaydi. Bir qarz olamiz. 10 dan 3 ni ayirsak 7. Demak 7 dan 6 ni ayirsak 0. Bu yerda 6 qoldi. 6 dan 6 ni ayirsak 0. Endi 7 ni oldiga 2 ni tushiramiz. Hozir mana 72. Hozirda sizlar bilan hisob kitob qildik. Kara jadvalini aytdik. 9 kere 7 63, 9 kere 8 esa 72 deb aytdim. Demak 72 ni 9 ga bo'lsam 8 ekan, ha? 8 kere 9 72. Mana 72 dan 72 ni ayirib 0 yozdim. Endi 15487, voy kechirasiz. 15478 chiqdi javobimiz. Endi buni 9 ga ko'paytirib ko'ramiz. 15478 ni ko'paytiraman 9 ga. Xo'p. 8 kere 9 72, ikkisini yozaman, 7si dilda. 7 kere 9 kere 7 63, dildagi 7 bilan 70, yana 7 dilda. 9 kere 4 36, dildagi 3 bilan 40, dildagi 7 bilan 43. To'g'ri, dilda. Buni o'chirib qo'yaman. 9 kere 5 45, dildagi 4 bilan 49, to'g'ri, dilda. 9 kere 1 9, dildagi 4 bilan 13. Orqadan 3 ta raqam sanab nuqta qo'yaman. Mana 139302. Javobimiz to'g'ri chiqdi. Demak, biz misolni to'g'ri ishlabmiz. 15478 ekan. Buni ham ko'chirib olishingiz mumkin. Endi 11-masala ekranlaringizda ko'rinib turibdi. Qandolat fabrikasiga shakar va un olib kelindi. Bir qop unning massasi bir qop shakarning massasidan qancha og'irroq? Xo'p, jami bo'lib 440 kg un bor ekan. Un qopining soni 8 ta ekan. Jami shakarlar esa 468 kg, shakar qopi esa 9 dona. Va hozirgi shart bo'yicha biz masalani qisqa shartini yozib oldik. Rasmda ko'rib turganingizdek 8 ta qop unimiz 440 kg ekan. 9 qop shakarimiz esa 468 kg ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, bir qop un, bir qop shakardan qancha og'ir degan savol berilyapti. Biz buning uchun bir qop un qancha kilogramm hamda bir qop shakar qancha kilogramligini topib olishimiz kerak. Endi demak, 8 qop unimiz 440 kg ekan. Biz bir qopini topishimiz uchun nima qilamiz? Mana shu 440 ni 8 ta qop unga bo'lib tashlaymiz. 440 kilogramni 8 qop unga bo'lib tashlaymiz. Bitta qopda nechta, qancha kilogramm un borligini topib olish uchun. Demak, yechish deb yozaman. Yechish. Birinchi bo'lib 440 ni 8 ga bo'lib olaman. 440 bo'lingan 8. Bunda biz nimani topamiz? Bir qop un necha kilogramligini topamiz. Mana burchakli bo'lish usuli bilan ishlayapman. 44 nechida 8 dan nechta? Xo'p, 8 kere 2 dan boshlayman. 8 kere 2 16, 8 kere 3 24, 8 kere 4 32, 8 kere 5 40. 8 kere 6 48. Demak 44 dan oshib ketyapti. Biz 5 ni olar ekanmiz, a? 8 kere 5 40. Mana 44 dan 40 ni ayiryapman. 4 qoldiq bo'ldi. Endi mana bu 0 ni tushiraman. Yana 40. Demak 40 ni ichida 8 dan 5 ta ekan. Mana 8 kere 5 40 bo'ldi. Ayirsak 0. Bizda bitta qop
unimiz 55 kilogrammdan iborat ekan. Endi ikkinchi ishda nima qilamiz? Bir qop shakarni necha kilogrammligini topib olamiz. Demak, 468 ni bo'lamiz ekan 9 ga. Demak, 468 bo'laman 9 ga. 46-da 9 dan nechta? 5 kara 9 45. 6 kara 9 esa 46 dan ancha ortib ketadi, a? Demak, 5 ta ekan. 5 kara 9imiz 45. 46 dan 45 ni ayirsak 1, 18. Mana 8 tushyapti. 18-da 9 dan 2 ta. 2 kara 9 18. Mana 52 ekan. Demak, bir qop shakarimiz 52 kilogramm ekan. Endi bir qop un, bir qop shakardan qancha og'ir degan savolga, demak, bir qop undan 3-ishimiz 55 dan ayiramiz 52 ni, bir qop shakarni. To'g'rimi? Teng. Natija necha chiqadi? 55 dan 52 ni ayirsak, natija 3 chiqadi. Mana bu yerga raqamlarimiz aralashib ketmasligi uchun ko'k yozuvda yozdim. 3 chiqadi. Demak, javobimiz bir qop un 55 kilogramm, bir qop shakar 52 kilogramm, un shakardan 3 kilogramm og'ir. Ana, javobni ham topdik. Ekranlaringizda masalamiz skrinshot qilib tashlab beriladi va siz uni ko'chirib olasiz. O'ylaymanki, masalani juda ham to'g'ri tushundingiz va mendan oldin ishlab bajarib bo'lganlar ham bor. Bular uchun ham barakalla deymiz. Sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, salomat bo'ling.